safar oyini o'z nomiga yarasha vatanparvarlarcha o'tkazishimiz kerak. Ya'ni barcha tuman, shahar, uzoq qishloq, ovullargacha yetib borishimiz kerak. Ko'z ochib ko'rganing, bemalol yurganing, bu vatan o'z uying, maskaning, obro'ying, bu vatan sening. Mana bugun Toshkent davlat iqtisodiy universiteti Samarqand filialiga vatanparvarlik oyligi start berildi. Ushbu vatanparvarlik oyligida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar Samarqand kengashi ham ko'rgazmalarini namoyish etmoqda. Barchangizni vatanparvarlik oyligiga faol qatnashishingizni chaqiraman. Bu vatan mangudur, mangudur.